Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşlərini qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzға sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımız olsun. Xitay Türkistan Cumhuriyyətləri bilan Ürümçidə yana bir xalqaralıq yığın ötküzdi. Türkistan Cumhuriyyətləridəki təsir gücünü üzlüksüz zoraytıyotgan Xitay bu hafta Ürümçidə yana atalmış Xitay O'rta Osiyo qonunchilik madaniyligi bo'yicha almashtirish o'zaro o'rnak elish yig'ini o'tkazdi. Xitay tashviqot vositalarining aloqador xabarlarida ma'lum bo'lishicha, mazkur yig'inga Xitoyning muavin adliya ministri Wu Zhen qatorliq yuqori darajalik amaldorlar, atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatning amaldorlari va Turkiston Cumhuriyatlarining vakillari qatnashgan. Mazkur yig'inni atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat bilan Xitoy siyosiy qonun universiteti birlikda mas'ul bo'lib o'tkazgan bo'lib, atalmış Xitoy O'rta Osiyo ruhini avj oldirish, qonunchilik madaniyligi bo'yicha almashtirish, o'zaro o'rnak elishni ilgari surish maqsad qilinganligi da'vo qilingan. Xitoy amaldorlar yig'inda Sharq Turkistonning Xitoyning g'arbga echib o'tishdagi oldingi sepi ekanligi, bundan keyin Turkiston Cumhuriyatlari bilan almashtirishni kuchaytirib, qonunchilik jihatda o'zaro o'rnak elish, qimmatni qalbdan e'tirof qilish, ixtisosliklarni o'rtaq yetishtirish, atalmış Xitoy O'rta Osiyo taqdir o'rtaq gavdasining asosini uzluksiz puxtalashni xohlaydiganligi haqida jar solgan. Yig'inga 5 Turkiston Cumhuriyatidagi 10 dan ortiq dаңliq oliy maktab, Xitoydagi 10 dan ortiq qonunshunoslik oliy maktabi fakultetidagi mutaxassislar, aloqador organlarning vakillari, mas'ullari qatnashgan. Yig'inda yana Xitoy O'rta Osiyo qonunshunoslik ma'arifi ittifoqi qurilgan va Xitoy O'rta Osiyo sun'iy aqliy iqtidor orqali aql idora qilish tuguni qo'zg'atilgan hamda 13 asosiy maqsad dokumenti e'lon qilingan. Xitoy yaqinqi mezgillarda Turkiston Cumhuriyatlari bilan turli sohalardagi hamkorlikni kuchaytirib, bu davlatlardagi ta'sir kuchini uzluksiz zo'raytayotgan bo'lib, atalmış terrorlikqa qarshi turish, ma'arif, qonun, sahiya, savdo qatorliq sohalar bo'yicha ko'plagan yig'inlarning o'tkazilishi, yana kelib bu yig'inlarning hammasining degudak Ürümchiga o'rinlashtirilishi diqqat qo'zg'ab kelmoqda. Amerika Xitoyga qarshi yumshoq detal eksportiga yangi cheklama qo'yishni planlamoqda. Trump hukumati xotiri kompyuterdan tortib aeroplan motorigacha yumshoq detal ishlatiladigan intayin keng mahsulot turlarining Xitoyga eksport qilinishini cheklashni planlayotgan bo'lib, bu chora Xitoyning yaqinda yo'lga qo'ygan siyrak to'pi eksport cheklamasiga qarshi chora deb baholanmoqda. Reuters agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, mazkur plan Amerika prezidenti Donald Trumpning bu oyning 5-ida tilga olgan xalqaro yumshoq detal eksportini cheklash tahdidini amalga oshirishi mumkin bo'lib, buningga asosan Amerika yumshoq detallarini o'z ichiga olgan yoki Amerika yumshoq detallarini ishlatilib ishlab chiqarilgan mahsulotlarning yer shari bo'yicha Xitoyga yetkazilishi cheklanishi mumkin ekan. 10 oktyabrda Trump ijtimoiy taratquv hisobotidan Xitoy miliga 100% qo'shimcha tamojni beji qo'yilganligini va har xil xalqaro yumshoq detallar uchun yangi eksport kontrolligining 1 noyabrda kuchga ega bo'ladiganligini e'lon qilgan edi. Ammo Trump tunugun 10 oktyabrdagi mazkur so'zini yangilab, 1 noyabrdan boshlab Xitoyga qarata yo'lga qo'yilgan qo'shimcha tamojni bejining 155% ga ko'tarilganligini e'lon qilgan edi. Va buning Xitoy uchun ko'tarib bo'lolmaydigan ish ekanligini bayon qilgan edi. Manbalar bu planning texnik jazmlashmaganligini, ammo bundaq bir chorani o'ylashayotganligining amaliyotda Amerika Xitoy surkilishini keskin kuchaytirish ehtimolligini ko'rsatadiganligini bayon qilmoqda. Trump Osiyo ziyorati jarayonida Xi Jinping bilan ko'rishishni planlamoqda. Amerika prezidenti Donald Trump rayonlik ittifoqdoshlari bilan ko'rishishni maqsad qilgan tunji qatimliq keng doiralik Osiyo ziyorati jarayonida Xi Jinping bilan ko'rishib, savdo munosabatini yaxshilashni va suhbat o'tkazishni planlamoqda. Bu hafta Osiyodagi muhim safarga tayyorlanayotgan Trumpning Xi Jinping bilan o'tkazishi kutilayotgan uchrashishi dunyo iqtisodiga zo'r ta'sirlarni elib kelish ehtimolligi bo'lganligi uchun aloqador taraflarning diqqati bu uchrashishga markazlashishga boshladi. Trump chorshanba kuni bayonot e'lon qilib, Malayziya, Yaponiya va Janubiy Koreyani o'z ichiga olgan cho'ng bir safarga chiqishni planlayotganligini bildirdi.
Trump Janubiy Koreyada Xi Jinping bilan o'tkazilishi kutilayotgan uchrashishning davomlashayotgan jiddiyliklar sababidan amalga oshmasligi mumkinligi to'g'risida ogohlantirdi. Biroq Trump dunyodagi eng chong ikki iqtisodiy gavda o'ttirisidagi keskin savdo urushini oxirlashtirib, Xitoy bilan yaxshi bir kelishim hosil qilishni umid qiladiganligini ochiq-oshkora bildirdi. Trumpning tunji bekiti Malayziya bo'lib 26 oktyabrdan 28 oktyabrgacha Sharq Janubiy Osiyo Ellar ittifoqi ASEANning yuqori darajalik yig'iniga qatnashadi ekan. Keyingi bekiti Tokio bo'lib, u mushahabda Yaponiyaning tunji ayol bosh vaziri bo'lib tayinlangan konservativ siyosatchi Sanae Takaichi bilan ko'rishadi ekan. Lekin bu qitimqi ziyoratning eng muhim nuqtasi Trumpning 29 oktyabr Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti boshliqlari yig'ini uchun Janubiy Koreyaga yetib berishi va mumkinchiligi bo'lgan Trump Xi Jinping ko'rishishi hisoblandi. Ammo tahlilchilar bu uchrashishda cho'ng bir ilgirlash bo'lishini kutmaslik kerakligi to'g'risida ogohlantirmoqda. Trump Modining Rossiya nefti haqida kafolat berganligini bildirdi. Amerika prezidenti Trump bilan Hindiston bosh ministri Modi ikki davlat savdo munosabati haqida telefon suhbati o'tkazdi. Trump Hindiston bosh ministrining yangi deklining Rossiyadan neft import qilishni cheklaydiganligiga kafolat berganligini ta'kidladi. Seshanba kuni muxbirlarga so'z qilgan Trump Hindiston bosh ministri Narendra Modi bilan ko'rishganligini va suhbatning asosligi savdo masalasiga markazlashganligini bildirib, biz nurg'un masalalarni so'zlashdik, ammo suhbatimizning asosli temasi savdo bo'ldi deganlarini qayd qildi. U energiya masalasining kun tartibga kelganligini, Modining Hindistonning Rossiyadan neft setib olishni cheklaydiganligiga kafolat berganligini so'zlarga ilova qilib, Modi Rossiyadan ko'p neft setib olmaydi. U bu urushning men bilan o'xshashli tezroq oxirlashishini orzu qiladi, dedi. Navbatda Xitoy bilan Hindiston Rossiyaning dengiz orqali eksport qilinadigan xom neftini setib oladigan eng chong ikki xaridor hisoblandi. Trump yaqindan buyon Hindistonni Rossiyadan neft setib olganligi uchun ayblab kelayotgan bo'lib, bu davlatning xom neft importini to'sish maqsadida Hindistonning Amerikaga qilgan eksportiga tamojni beji yurgizdi. Bu harakat Trump Moskvani Ukrainada tinchlik suhbatiga majburlashga urinayotgan bir paytda yuz berdi. Trump hukumati bu yilning 5-ida Hindistonning to'qimachilik, dori-darmak va avtomobil zapchastlari qatorliq eksport mahsulotlariga 50% ga yaqin tamojni beji qo'yib, ikki davlat o'rtasidagi savdo munosabatini texmo jiddiylashtirib o'tgan edi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.